noto'g'ri qildimi? Har doim noto'g'ri. Yo'q. Sen mana mashina tiqilmasa, o'zingning yo'lingda yur. Kerakdi. Uyda o'tirsa oshiradimi malakasini? Adasi? Onasi. O'tiringlar, yoshlar. Yo'q, boshqa. O'tiringlar. Yopishmay o'tiringlar. Havo issiqmi deyman? Issiq. Yigitingizmi? Yo'q, qirolim. Bu qirolingiz nima ish qiladi, qirolingiz? Biznesmenlar. Yo'q. Basharasidan xotinni qo'liga qarab o'tiradigan erkakka o'xshayapti-ku, uzr, lekin nagli gapirganim uchun yo'ldan bitta odam olaman. Balkim shart emasdir. Sizdan kim so'rayapti? Mo'ylovli maymun. Rulga qarang. Men sizga qarab ketaman, baribir bugun o'ylasizlarmi? Assalomu alaykum. Ada? Orqada qirol bilan qirolicha ketyapti. Yomon bo'ladimi deyman. O'g'lingiz bilan uchrashishingni rosa aytardim. Uchrashgan joyimizni qarang. Qonli uchrashuv. Eshitdim, onangiz bilan voqea o'tganlardan keyin ona mehriga to'ymay katta bo'libsiz. To'ymaganmisiz? To'yib, to'ymaganman. To'ydiray deb kelibsiz-da, ota bolani. Biz adezlar bilan keyingi oy birinchisida Maldivga ketyapmiz, ha? Qarshimisiz? Men tushib qolsam bo'ladimi shu yerda? Meni ham yerim. Keyingi oyda birinchisida malakasini oshirishga ketayotgandi. Endi malakasini uyda oshira olmagan bo'lsa kerakdi. Uyda o'tirsa oshiradimi malakasini? To'g'ri. Alo, Qachon bizlarga sovchilikka jo'natasiz? menimcha uyimdagilar bora olmasa kerak. Mo'minjon bilan tinchlikmi? Voy, Ha, yaxshi ko'rgan qizim sovchi kutayotdi deyman. hecham qilmang Mo'minjon. Mana adajoningiz bilan boshimizga qarqash o'tib kelamiz. Voy, tiqilmasa-da, mana mashina tiqilmasa, o'zingning yo'lingda yur. Opajon, ertaga qirolim bilan bizlarni viloyatga olib chiqib keling. Yo'q, shart emas. Haligi men Rizogo'sgacha tiqib qo'yganman. Haligi bu viloyatlararo taksi eshiging tagida olib, eshiging tagiga olib borib qo'yadi. Standarti bor, ekonomi bor, komforti bor. Komfortida orqada 2 kishi mazza qilib ketsa bo'ladi. Shu. Mana yaxshi, u shart emas. Men ham ularni olganman, pulni begona qilmang. Adajonisi? Adajonisi? Yo'q. Bu meni xotinim, bu o'g'lim. Hey, yondim, kaka qilib qo'ydim, kaka. Yanimda mo'ylab borib maymun bilan gaplashmagan bo'lardim. Sevgi muhabbatlarning ikiga bo'lvardimmi? Shu mashinada. Adasi noto'g'ri qildi. Men odamlarga o'xshab uyga borib gaplashsak bo'lardi, ha? To'g'ri, oshirib yubordi, noto'g'ri qildi. Men noto'g'ri qildim, ha? Yo'q. Har doim men noto'g'ri. Yo'q.